Tabassum. Bu eng oddiy, lekin eng kuchli dori. Bilasizmi? Hatto sun'iy tabassum ham sizni miyangizni tinchlantiradi va stressni kamaytiradi. Chunki bizning miyamiz tabassumimiz sun'iymi yoki tabiiymi, uni ajrata olmaydi. Biz tabassum qilar ekanmiz, miyamizda endorfin gormoni chiqaradi. Endorfin esa tabiiy og'riq qoldiruvchi va kayfiyat ko'taruvchi gormon hisoblanadi. Serotonin va dopaminni faollashtirib beradi. Bu gormonlar esa kayfiyatni yaxshilaydi, stressni kamaytiradi va miyamiz men baxtliman degan signal sifatida buni qabul qiladi. Bu nevroz kasalligi uchun juda ham asqotadi. Chunki yillar davomida stresslarda, negativlarda miyamiz men baxtliman deya olmaydi. Shuning uchun biz har kuni bilan tabassum qilamiz. To'g'ri, tushunaman. Balki oramizda kimdir tabassum qilishni ham unutib qo'ygandir. Lekin o'rganamiz. Biz nevrozdan chiqib ketmoqchimizmi? Bizni birinchi harakatimiz tabassumdan boshlanadi. Bugundan, shu daqiqadan boshlab bu praktikani boshlaymiz. Ertalabdan turganda ham kechgacha yotgunga qadar tabassum bilan yuramiz. Tabassum qilganingizda 5-10 minut o'tganda o'zi shundoq seziladi odamga. Qanaqadir energiyaga to'lgan, kayfiyatingiz yaxshi bo'lib qoladi. Boshlaymiz tabassumni. Hozirdan. Shuni eshitayotgan paytimizdan boshlaymiz tabassumni.